Mol go'shti rekord darajada qimmatladi. 2025-yilning sentyabr oyida dunyo bo'ylab mol go'shtining 1 kilogramm narxi o'rtacha $609 ga, ya'ni hozirgi kursda 83.629.38 yetdi. Bu haqda Jahon banki ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning sentyabr oyida mol go'shtining narxi 1960-yil boshidan beri eng yuqori darajaga yetgan va avgust oyidagi ko'rsatkichdan 0.6% ga va 2024-yildagidan deyarli 10% ga oshgan. Mutaxassislar bu tendensiyani jahon bozorida mol go'shti narxining oshishi, inflyatsiya, AQSh va Xitoy iste'molchilari talabining o'sishi va raqobatdosh mahsulot bo'lgan sut mahsulotlari narxining yuqoriligi bilan baholagan. Shuningdek, narx oshishi iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilikning avj olishi, yaylovlarning qisqarishi va oziq-ovqat xarajatlarining oshishi bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Dunyodagi eng yirik mol go'shti ishlab chiqaruvchi davlatlardan biri bo'lgan AQShda bu yil sigirlar soni shu omillar tufayli 1951-yildan beri eng kam raqamlarni qayd etgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Ilzat Qosimov hamda Mo'g'uliston oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va yengil sanoat vaziri Enex Bayar Jadamda o'rtasidagi uchrashuvda O'zbekiston Mo'g'ulistondan 2000 tonna halol ot va qo'zi go'shtining birinchi partiyasini sotib olishga kelishgan edi.